Yani bir mesele bilen bütün meselelerge qara qo'yib hukm chiqarib o'tish bugungi kundagi zamonimizda acayip umumlashib ketgan bir ish. Masalan, nihoyatda nurg'un yaxshilik qilgan bir inson bor. Hammadan maqtaydi uni. Uning ishlari hammadanga foydali bo'lib, hammadanga manfaat qilgan, hammadan uning bir foydasini ko'rgan bir inson. Yani yaxshilikqa ko'p demakchi-da. Kunlarning birida bir xatolik o'tib qoldi. Bir tarafda, boshqa taraf emas. Mush bir tarafdagi xatolik bilan bütün xatoliklarning hammani qarlab yo'q qilib o'tadigan ishlar bor. Bu bir insofsizlikni, haqsizlik. Payg'ambar alayhisalom hamma bilasizlar, Hatef ibn Balta'da bir sahoba bo'ladigan, balları Mekke'de ayol bola vaqilari. Şu ballarga bir sahip chiqolmaydi degan umidda Rasulullahning musulmonlarning xabaridan birini yetkazib qo'ygan ahvollar bor. Buni Rasululloh odam o'tib, qaytib egagan yo'llagan xatni. Umar radhiyallohu anhu buni o'ldirish haqida o'tirg'i chiqqan vaqtida nima dedi ya Rasululloh? Yo'q, bu degan Badrga qatnashgan dedi. Bu degan Badrga qatnashgan odam bu. Ya'ni buning bir ishi bilan bir xatolik o'tkazib to'g'ri bu xato bu. Bu nifoqlik bu. Ama bu bir ishi bilan boshqa ishlarning hammani kun o'tish bo'lmaydi. Demak, masalalarga atrofli qarash, har masalaga o'zining loyiqatida hajmini berish. Bu axloqqa munosabatlik intayin muhim bir qimmat qarash. Yani sen masalalarga atrofli qaraya oladigan, har masalani ayirib muomala qila oladigan odam bo'lding, senda insof bor degan gap. Bu xil şekilde eğer hemen Müslümanlarımız bu xil şekilde. Mesela etrafımızda nurgun insanlar var, güzel insanlar var. Bilimli insanlar var. Ama mundu ayıptır var, ötüzep koygan hatalıklar var. Qarquyuq aş hatalık bilen yoki şu bir iş bilen hem işlerini yögep onu nazardan saqit qilish, sahndan chiqarib o'tish, qoldirish bu insofsizlik. Bu bir axloqqa daxlisi bo'lgan bir ish. Bizda umumlashib ketgan ishning birisi shu. Bu bizning taraqqiyotimizni ilgari surmaydi. Biz bu xil shaklda yuksalmaymiz biz.